Agar amaliy imtihonda xuddi shu holatni takrorlasangiz, sizga -100 ball berib, amaliy imtihondan sizga yiqitishadi. Bugungi videoda amaliy imtihondagi barcha -100 ball beruvchi jarima ballari haqida gaplashamiz. Videoni oxirigacha ko'ring, siz uchun albatta manfaatli bo'ladi. Start chizig'ida 40 soniya ichida harakatni boshlamadi, -100 ball. Amaliy imtihon jarayonida avtomobilni o'chirib qo'ydi va 3 soniya ichida yoqa olmadi, -100 ball. Stop chizig'ini bosib qo'ydi, -100 ball. Estakada mashqida qo'zg'alish jarayonida avtomobil 1 metrdan ko'p orqaga yuraverdi, -100 ball. Yo'nalishdan adashib yuk avtomobili yo'nalishiga kirib ketdi, -100 ball. Mashq bajarish jarayonida ushbu sariq chiziqdan o'tib ketib, oq chiziqni bosdi, -100 ball. Amaliy imtihon jarayonida sariq chiziqdan keyin oq, ya'ni nazorat chiziqlari bor. Ushbu nazorat chiziqlarini aslo bosib qolmang, sizga -100 ball beriladi. Svetofor miltillovchi sariq yokida qizil ishorasida o'tib ketdi, -100 ball. Yo'lni ikkiga bo'luvchi tasma, ya'ni nazorat chizig'ini bosdi, -100 ball. Chorrahalarda yoki stop chizig'i oldida avtomobil to'xtagandan keyin orqaga yuraverishi mumkin. Bunga ham -100 ball beradi. Buni asosiy sababi siz to'xtaganingizdan keyin mufta tormoz to'xtaysiz, lekin tormozni oxirigacha bosish esingizdan chiqib qoladi. Muftani o'zida avtomobil orqaga yuraverishi mumkin. O'shaning uchun to'xtagan jarayoningizda doim mufta tormozni oxirigacha bosib turing. Boshi berk ko'cha, ya'ni orqa parkovka mashqida ko'pchilik mana shu chala parkovka deb chiqib ketadi va -20 ball oldim deb o'ylaydi. Aslida -100 ball berilgan bo'ladi. Chunki -20 ball olish uchun hech bo'lmaganda bitta balloningizni bosish kerak. Ballsiz chiqib ketish uchun ikkita balloningiz mana shu splashnoy chizig'i bosish kerak. Ikkita balloningizni ham bosmasa, sizga -100 ball beriladi. Mana shu holatda ham ko'pchilik chala parkovka qildim deb o'ylaydi, lekin bu chala parkovka emas. Chala parkovka bo'lishi uchun hech bo'lmaganda bitta balloningiz mana shu oq chiziqni bosish kerak bo'ladi. Agar mana shu holatda chiqib ketsangiz, sizga -100 ball beriladi. Parallel parkovka mashqida. Parkovka mashqidan chiqib ketish jarayonida nazorat chiziqlarini bosdi, -100 ball. Amaliy imtihonda signal chalish mumkin emas va doim masofani ushlab yuring. Bunga ham sizga -100 ball berilishi mumkin. Siz yana qaysi -100 ball beruvchi jarima ballarini bilasiz? Izohda yozib qoldiring. Shunga o'xshash foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun Parvoz Avtomaktab Instagram sayfasiga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting. Hali oldinda bundan ham zo'r videolar kutmoqda sizni. Imtihon markazlari bilan birga bir qilib qurilgan avtodromda shug'ullanmoqchi bo'lsangiz, keling Parvoz Avtomaktab ushbu imtihon markazlari bilan birga bir qilib qurilgan avtodromda sizni kutib qolamiz va amaliy imtihonlardan bir mushot o'tishingizni kafolatlaymiz. Murojaat uchun quyidagi telefon raqamlariga bemalol bog'lanishingiz mumkin. Parvoz Avtomaktabi har doim natija bilan gapiradi.